vatan ozodligi, xalqning ma'rifati, millatning taraqqiy etishi uchun kurashgan ilg'or ma'rifatparvar ziyolilarning safida Hoji Mo'in Shukrullo o'g'li ham bor edi. Samarqand adabiy muhitida samarali ijod qilgan ijodkor Hoji Mo'in Shukrullo o'g'li 1883-yilda Samarqand shahrining Ruhobod mavzeida tug'ilgan. Otasi Shukrullo Mirsayid o'g'li va onasi Nusratoy Bobokalon qizidan erta yetim qolgan Hoji Mo'inni Ruhobod Ko'zari masjidi imomi bo'lgan bobosi Mirsayid Muhammad Sharif o'g'li o'z tarbiyasiga olgan. U ilk saboqlarni, jumladan arab tili va diniy ilmlarni bobosidan olgan. O'z davrining ziyolilaridan bo'lgan Said Ahmad Vasli bilan tanishadi. Vasli unga arab tili qoidalarini o'rgatibgina qolmay, balki she'riyatga bo'lgan muhabbatini ham kuchaytirdi. Shu bilan birga uni o'z davrining ma'rifatparvarlari davrasiga olib kiradi. Hoji Mo'in rus tili va Yevropa madaniyatini mustaqil o'zlashtirgan. 1901-yilda eski maktabda muallimlik faoliyatini boshlaydi va 1903-yilda o'z mahallasida Usuli jadid maktabini ochadi. Xuddi ana shu yili Mahmudxo'ja Behbudiy bilan tanishuvi uning hayotida yangi davrni boshlab berdi. Ayniqsa Behbudiyning Muxtasari Jo'g'rofiya umumiy nomli asari Hoji Mo'inda juda katta taassurot qoldiradi. 19-asrning oxiri, 20-asrning boshlarida Chor Rossiya hukumatining tazyiqi ostida qolgan O'rta Osiyo xalqlari o'zining ma'rifatini, madaniyatini tiklash uchun ko'p aziyatlar chekkan. Shulardan biri Samarqandlik mashhur ma'rifatparvar shoir, adib, teatrshunos Hoji Mo'in Shukrullozoda o'qishi shu Samarqand shahrining Ruhobod mavzesida tavlid topgan, otalari o'qimishli imom, bobolari ham imom bo'lgan, o'qimishli odam bo'lgan. Lekin yoshligidan shu ota-onasidan yetim qolganda bobosi tarbiyalagan. Juda shu uyda o'zi qiziqib, shu o'qishga qiziqqan bo'lgan. 12-14 yoshida, 15 yoshlarida she'r yozish o'qishiga qanaqa ishtiyoq paydo bo'lgan. U kishi Samarqandning mashhur shoirlarning sardori Vasli degan bir shoir bo'lgan. Shu shoirga u kishi Registon madrasalarida mudarrislik qilgan, g'azallar yozgan, klassiklarga ergashgan bir shoir bo'lgan. Shu kishiga borib murojaat qilib, u kishiga shogird bo'ladi va u kishidan o'sha she'riyatni, nazmni, navoni, musiqani sirlarini o'rganib oladi va shu 16 yoshidan boshlab she'r yozishni mashq qilib ketadi. Jadid muallimlari qatorida Hoji Mo'in Shukrullo o'g'li ham darsliklar yozib, chop ettiradi. U 1908-yili fors tilida Rahnamoyi Savod Rahmatullozoda bilan hamkorlikda o'zbek tilida o'qituvchi nomli alifbo kitoblarini yozadi. O'sha davr vaqtli matbuotida faol ishtirok etgan Hoji Mo'in o'z kundaligida yozishicha 1907-1937 yillar davomida 23 xil gazeta va jurnallarda 200 tagacha maqola, 400 tagacha xabar hamda o'zbek va tojik tillaridagi 1500 misraga yaqin she'rlari bilan qatnashgan. Nahif, ya'ni ojiz hamda mehriy taxalluslari bilan ijod qilgan. 1913-yilda Behbudiy Samarqand gazetasida va Oyna jurnalida ishlay boshlagan. 1914-yilda Tarbiyat nomi bilan o'z uyida yana bir bor Usuli jadid maktabini ochadi. 1914-yili Guldastai adabiyot she'riy to'plami bosilib chiqadi. Hoji Mo'in Shukrullozoda shunaqa bir shaxs ediki, ijodiyotga berilib ketgan, juda ko'p asarlari, ko'p she'rlari kitob shaklida chiqmay qolgan. Bir qator she'rlari o'sha vaqtda mahalliy jurnallarga, gazetalarga bosilib chiqqan. Lekin ko'pchiligi hammasi sanqida qolib ketgan, chunki o'sha pilla jamiyatning tazyiqlarimi, yashiringan she'rlari 500 tadan ziyod she'rlar, she'r to'plamlari shunday qolib ketgan, chiqarmagan. Hoji Mo'in Shukrullozoda faqat shoir emas edi, u
Behbudiyning safdoshi, izdoshi edi. Behbudiy teatrga asos solgan bo'lsa, o'zining Padarkush degan drama bilan asos solgan bo'lsa-ga, Hoji Mo'yin undan keyin ko'p pyesalar, dramalar yozib sahnalashtirgan. Uning dramalari, pyesalari Samarqand shahridan tashqari Kattaqo'rg'on teatriga, o'sha vaqtda ham Kattaqo'rg'on teatri bo'lgan, Majiddiy hozi deymiz-ku, bo'lgan, o'sha yerda nima qilgan, qo'ygan, Buxoroga qo'ygan, Farg'onaga qo'ygan teatrlariga uning asarlarini. Bu bilan biz aytishimiz mumkinki, Hoji Mo'yin Shukurozoda ko'p qirrali ijodkor ekanda, u faqat she'riyatga o'zini baxshida qilmagan. O'sha vaqtdagi, o'sha zamonni davri gardi shunaqa ekanda, shu repressiyaga tushgan 37-yil Magadan shahrida qamoqxonasida bo'lgan, yana boshqa qamoqxonalarda bo'lgan. O'sha yerda o'lgan u kishi. Keyinroq 50-55-yillarga kelib Qadag'onda tushgan o'sha shoirlar, o'sha ma'rifatparvarlarni oqlandi. O'sha vaqtda Hoji Mo'yin ham oqlandi. Bobom shu 63-yil oqlanib, 93-yil men shu bir o'nliklarini nishonladim. Domlalar Raimjon Muqimov falan Asliddin Qamarzoda bilan shular yordami bilan bobomni oqlatib mana shu buyurtma qo'ydik. Mana bobomdan qolgan berga hozir bitta shu nok daraxtlarini o'z qo'llari bilan onam o'nakiga kirganlariga kelib o'tkazgan. Hozir shu daraxt 90 yil bo'lyapti. Haligacha meva qiladi. Bobomning to'g'risida men bitta o'rtoqlar hazillarini bilaman, Sadriddin Ayni bilan. Bobom Sadriddin Ayniga yozganki, Ayni ishdan hormaydir, pulsiz joyga bormaydir. Uni o'tkir boltasi bepul o'tin yormaydi deb. Ayni bobomga yozganki, Hoji Mo'yin narkalla boshiga yo'qdir salla. Uni yozgan maqolasi buzilgan sutday falla deb kishi qaytargan. Bir-birlari bilan ushlashar ekan, shu Aynikiniga bor ekan, Ayni bu yerga kelar ekan. Onangizdan eshitganlarim buni. Mahmudxo'ja Behbudiyning Padarkush piyesasini matbuotga olqishlab chiqqan Hoji Mo'yin tez orada o'zi ham sahna asarlari yoza boshladi. Dramaturgning Eski maktab, yangi maktab piyesasida eski usul maktabi bilan yangi usul maktabi o'quv tizimidagi farq tasvirlanib, usuli jadid maktabi olqishlansa, To'y, Ko'knori, Mazluma xotin kabi sahna asarlarida xalq orasida urfga kirib qolgan yomon odatlar qoralanadi. Bulardan tashqari, Hoji Mo'yin ma'ruf qurbonlari, juvonbozlik qurbonlari, boy ila xizmatkor, qozi ila muallim kabi pyesalar ham yozgan. Guldastai adabiyot Hoji Mo'yin tomonidan tuzilgan yagona she'riy to'plam bo'lib, undagi xitob va go'daki beilm, nasihat, muhammas, ittifoq, shikoyat, e'tirof she'rlar o'ziniki, qolganlari esa tarjima she'rlaridir. Ruhobod maskani hududidagi yirik islomiy ta'limotning yirik namoyandasi Burhoniddin Sog'arji yonida joylashgan tabarruk bir xonadondamiz. Bu xonadonning sarvari yirik jadidlardan bo'lgan Hoji Mo'yin Shukrullo o'g'li hisoblanadi. Agar u kishi hayot bo'lganlarida bugun 141 yoshni qarshilab olgan bo'lardilar. Lekin afsuski o'sha davrdagi siyosat, o'sha davrdagi muhit bunday insonlarni ko'pini barvaqt olamdan olib ketdi. Hoji Mo'yin Shukrullo o'g'li o'zlaridan yaxshi nom, yaxshi asarlar, yaxshi ilmiy adabiy meros qoldirdilar. Lekin qismatlari achchiq bo'lsa ham, og'ir kunlarni boshdan kechirgan bo'lsalarda, lekin u kishi o'sha paytdagi eski maktabdan faoliyatini boshlab, yangi maktab qurib, o'sha ta'lim, tarbiyani yangi yo'nalishga burgan insonlardan. Yani zamon bilan ham nafas bo'lib, o'sha 37-yillar, Qatag'on yillari, juda murakkab yillar davrida ilm fanga yoshlarni da'vat etib, she'rlar yozdilar, maqolalar yozdilar va hatto pyesalar, teatr
rivojlantirishga katta hissa qo'shib kelgan insonlardan. Endi bu kishilar atrofida umuman jadid ta'limoti, jadidlar merosi, jadidchilik harakati atrofida bugun izlanishlar, ilmiy tadqiqotlar nihoyat shiddat bilan davom etyapti. Sabab nimada? Sabab 2023-yil dekabr oyida mamlakatimiz prezidenti Respublika ma'naviy ma'rifiy kengashini kengaytirilgan yig'ilishida so'zga chiqib, ana shu mavzuga, shu jadidlarni hayotini o'rganish, chuqurroq va merosini ommalashtirish masalasini alohida ta'kidlab o'tdilar. Darhaqiqat bugun yangi zamon, yangi O'zbekiston, yangi hayotga poydevori qurilmoqda. Ana shu muhitda, ana shu davrda aynan mana shu jadidlarday jasoratli olimlar, allomalar, ziyolilar nihoyat kerak bo'lyapti. Bugungi kunda adabiyotimizda, umuman ilm fanimizda jadidchilikni harakatini, ilmiy meroslarini tadqiqot qiladigan simolar, olimlarimiz safi ortib boryapti. Men qiziqib o'qib boraman. Mana Dilafruz Rahmatova ajoyib bir olima, izlanuvchan shu jadidlarning ana shu jumladan shu Hoji Muyin haqida maqolalar yozyapti. Yo'inki Halim Saidov, doktor, filologiya fanlari doktori, shu jadidchilik harakati bo'yicha kitoblari, katta kitoblar chiqyapti. Yo'inki hayotdan o'tgan G'afurjon Mahmudov, uning ilmiy ishlari, ya'ni nomzodlik dissertatsiyasi aynan mana shu jadidlar hayotiga bag'ishlangan. Bu jadidlarimiz qatag'on qurboni bo'ldilar, lekin ular bugun ana shu ilmiy tadqiqotlarda tirik hayot umrini davom ettirmoqda deyishimizga to'la haqlimiz. Umid qilamizki, kelgusida bu insonlarni nomlari abadiylashtirib, ya'ni o'z o'rnini topadigan zamon kelyapti. O'z nomini ulug'laydigan zamon kelyapti. Hoji Muyin Shukrullo o'g'lining nomi Mehnatkashlar tovushi gazetasi hamda Tayoq, Mashrab kabi jurnallarning birinchi muharriri va tashkilotchisi sifatida ham tarixda qoldi. U Abdurauf Fitratning 1911-yilda yozilgan Hindistonda bir farangi bilan buxorolik bir mudarrisning jadid maktablari xususida qilgan munozarasi nomli asarini fors tilidan o'zbek tiliga tarjima qilib 1912-yili Turkiston viloyatining gazetasida chop ettiradi. Keyinchalik alohida kitob holida nashr qiladi. Duriyning Aqida-i Islomiya asarini o'zbek tilidan tojik tiliga tarjima qilgan. Jaholatni qoralash, ilm-ma'rifatni ulug'lash, milliy ozodlik va mustaqillik g'oyalari Hoji Muyin asarlarining asosi hisoblanadi. Ma'rifatparvar shoir, tarjimon, jurnalist Hoji Muyin Shukrullo o'g'lining taqdiri boshqa safdoshlari kabi fojiali kechdi. U 1942-yili Solikamsk qamoq lageridan birida olamdan o'tadi. Uning nomi 1963-yili oqlanadi. Bugun erk va mustaqillik yo'lida shahid ketgan jadidchilarimizning fojiali taqdirlarini o'rganish imkoniyatiga egamiz. Bu istiqlolning ahamiyatini anglashda, bugungi kunning qadriga yetishda yangi avlod tarbiyasida muhim vosita hisoblanadi.